Biz bu binoni tom qismi, ya'ni lombaz qismini issiqlik izolyatsiyasi bilan izolyatsiya qilyapmiz. Albatta, qaror chiqarish bino egasining xohishi va istagiga qarab hal qilinadi. Bu chordoqdan qanday foydalanish, ya'ni dizayn, budjet va uni keyingi qo'llanadigan maqsadlariga qarab hal qilinadi. Agar bino yangi qurilayotgan bo'lsa, unda bu texnik shartlar va uning dizayniga ham bog'liqdir. Agar bino yangi bo'lmasa, lombaz ustini izolyatsiya qilish uchun quyidagi haqiqatni bilib qo'yish muhimdir. Eski binolarni isitish uchun lombaz ustini somonli loydan suvab, shundan foydalanishgan. To'sinlarni ortiqcha yuk bilan og'irlashtirmaslik juda muhimdir. Oddiy yechim bor. Past zichlikdagi mineral paxta izolyatsiyasidan foydalanish. Asosiy omil izolyatsiyaning qalinligi. Rulonli o'ralgan mineral paxta izolyatsiyasi lombozning tepasida, chordoqning butun maydoni bo'ylab bir qatlamda to'shiladi. Keyin ko'ndalang yo'nalishda ikkinchi qatlam to'shiladi. Bu kerakli qalinlikka erishguncha to'shiladi. Rulonlarni ko'ndalang holda kres qilib to'shash issiqlik yo'qolishi mumkin bo'lgan sovuq teshiklarni yo'q qilishga imkon beradi. Arzon, tez va ishonchli. Davomini keyingi qismida ko'rsatamiz.